Hayajonlanyapsizmi? Yo'q. O'z tadbirkorligingizni boshlashga sizni kim ilhomlantirgan? Albatta, ota-onam. Hoy qiz, nimalarni boshlab olding o'zi? Biznesmen bo'lmoqchimisan? Hoy, anani qaranglar. Do'stlarim, Menga qara, nima ekan? Yo ering pul bermayaptimi? turmush o'rtog'im har doim qo'llab-quvvatlagan. Shunda sen o'zingchi biznesmensan-da. Biznesdagi birinchi hamkorim. Voy, ochmaysanmi? Och. Keman o'zim boray, bizda boshqa imkoniyat bo'lmaydi. Ikkinchi hamkorim ham. Bu nimasi? Yana xato qildingmi? Buni sotib bo'lmaydi? Ketsang ketur. Mensiz sen hech kimsan. Hammasi meni orqamdan ketadi. Tushundingmi? Haligi nima deyiladi sizlarga? Ha, business lady. Ayol kishi uyda o'tirish kerak, bolasiga qarash kerak. Kerakmish senga? Ering ishlayapti-ku. Ering yo'qotdi deb o'ylayapsan. Qaynonanggachi? Bolalaringni kim qaraydi? Ro'zg'oringni eplab ol. Ularga aytadigan gapingiz bormi? Ha. Rahmat. Aziz ayollar, Ayol mikromoliya tashkiloti doim sizni qo'llab-quvvatlashga tayyor.